Nimaga aynan siz pul yig'a olmaysiz? Oylik olasiz, lekin oy oxirida har doimgidek bir tiyinsiz qolasiz. Hammaga salom. Bugun ko'pchilikni qiynaydigan, lekin hech kim ochiq aytishni xohlamaydigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Nega biz pul yig'a olmaymiz? Oyligim o'zi kam, xarajatlarim ko'p. Kamiga svet bilan gaz ham oshib ketgan. Lekin ishoning, bu faqat tashqi sabablar. Asosiy dushman ko'rinmaydigan, mayda, lekin juda qimmat xarajatlar. Ko'rinmaydigan xarajatlar biz sezmaydigan pul o'g'rilari. Ko'pchiligimiz kartadan kartaga turli xil ilovalarda pul o'tkazamiz. Ha, bu juda qulay, lekin bir kichik muammo bor. Biz pulni ushlab ko'rmaganimiz uchun uning qiymatini seza olmaymiz. Biron narsaga kartadan pul to'lasak, ekranda raqam kichrayadi. Naqd pulni sanamaganimiz uchun miyamiz pul yo'qotish og'riqini sezmay qoladi. E'tibor bersangiz, hammasi mayda, lekin ular ko'rinmaydigan bo'lgani uchun bir zumda ketadi. Va eng yomoni, ertalab karta balansi 1 bo'ladi, kechga borib kamayib qoladi. Xullas, qo'lingizda naqd pul bo'lmasa, vijdoningiz ham qiynalmaydi, og'riq va nazorat ham bo'lmaydi. Ikkinchisi, bir martalik xarajatlar. Ha, mayli, o'zimga bir marta sovg'a qilay. Aslida esa mana shu bir martalik chiqimlar eng xavfli hisoblanadi. Keling hisoblab ko'ramiz. Agar har kuni 30 mingga kofe ichsangiz, bir oyda 900 ming. Har kuni taksida yursangiz, bir oyda kamida 1,5-2 million. Haftada bir marta restoranda shirin ovqat yesangiz, yana 600-700 ming. O'zingiz sezmagan holda yil davomida 10-15 million faqat mayda-chuydalarga ketkazib qo'yasiz. Agar bu pulni alohida yig'ganingizda, nafaqat telefon, hatto sayohatga ham yetadi. Uchinchisi, karta komissiyalari oddiy, lekin juda ko'p yig'iladigan yashirin foizlar. Ilovadan kartadan kartaga pul o'tkazganingizda har safar 0,5 dan 2% gacha komissiya olib qoladi. Kuniga 6-7 marta tranzaksiya. O'zingiz o'ylang, bir kunda 10-15 ming faqat komissiya bo'lishi mumkin. Oy davomida 300-400 ming, yil davomida esa 4-5 million. Lekin bu raqamlarni hech kim sezmaydi, chunki komissiya ham yashirin xarajat. Pul yig'aman deysiz-u, lekin pulni boshqarish uchun reja tuzmaysiz. Va bu yana bir sabab. Xo'sh, muammoni aniqladik. Endi qanday qilib pul yig'ishni boshlash mumkin? Hozir sizga juda kuchli bo'lgan 4 ta qoidani aytib beraman. Agar ularni qo'llashni boshlasangiz, aniq natijaga erishasiz. Birinchi qoida: pulni kartada emas, konvertlarda saqlang. Omonat, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, transport va shaxsiy xarajatlar har biriga alohida konvert qiling. Rostdan ham kartadagi pul sezilmaydi, ammo konvertdagi pul ko'z oldingizda turadi. Har safar pul olayotganingizda miyangiz xarajatni his qiladi va o'rtacha 20-25% kamroq pul sarflay boshlaysiz. Ikkinchi qoida: to'lanadigan pullarni oylik olgan zahoti ajrating. Ko'pchilik buni oxiriga qoldiradi, lekin oxiriga borguncha pulni ishlatib yuborasiz. Xullas, oyligingizni 10% ni jamg'armaga, yana 10% ni esa investitsiya yoki favqulodda holatga, qolgan qismini esa yuqorida aytganimdek konvertlarga ajrating. Aks holda pulning asosiy qismi mayda-chuydaga ketib qoladi. Uchinchi qoida: haftada bir kun detoks kuni. Hafta davomida bir kunni tanlaysiz, masalan dushanba yoki payshanba, va shu kuni mutlaqo hech narsa sotib olmaysiz. Kofe yo'q, taksi yo'q, hatto bir dona pechenye ham yo'q. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki miyani o'zini boshqarish qobiliyatini ham kuchaytiradi. 4-qoida: agar daromadingiz oshmasa, chiqimlarni nazorat qiling. Ko'p pul topsam, pulim hamma narsaga yetadi. Aslida esa daromad oshsa, xarajat ham oshadi. Yig'im esa joyida qoladi. Xulosa qilib aytganda, daromad o'sishi sizni boy qilmaydi. Faqat xarajatning kamayishi sizni boy qiladi. Bizni bankrot qiladigan boshqa odamlar emas, aslida o'zimizning odatlarimiz. Pul bu faqat raqam emas, bu intizom. Agar intizom bo'lmasa, hatto 20 million maosh olsangiz ham pul yig'a olmaysiz. Pul sizni boshqarmasin, siz pulni boshqaring. Iqtisod sohasiga oid bo'lgan qiziqarli videolar hali oldinda. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang.